Xo'sh, qarang, oldingi darsda nimani o'tdik? Imенно bazani o'zini, to'g'rimi? Ya'ni o'sha nima? SQLite уже imkoniyatlar o'sha nima o'chirish, qo'shish. Endi o'shani biz hozir botni o'ziga ulashimiz kerak birinchi o'rinda. Endi har doim oddiy bot bo'lmaydi, endi siz уже mukammalroq, ya'ni bazasi bo'lishi kerak. Chunki masalan kimdir nima zakaz qilsa, o'sha lavashga boradi-yu, zakaz qilgan paytingiz siz nima zakaz qilganini bilmaysiz, to'g'rimi? Yoki kim kirganini print qilib o'zingiz ko'rishingiz mumkin uni. Endi uni bazaga ham qo'shib ketish kerak, keyin uni kimga jo'natish kerak? Ya'ni adminga ham jo'natib qo'yishimiz kerak. O'sha foydalangan odamga. Birinchi o'rinda tepada import SQLite o'zini yozib olasiz. Ya'ni SQLite bilan ishlayapmiz. Hozir bunda shart emas lekin. Nimaga? Chunki bu prosta botni o'zi. Prosta ishlashini o'zi. Xo'p, bizda tegi token olaylik bunga. Config xo'p, ishladi. Prosta bu oddiy botni o'zi. Kodini nimadan olardik? Nima edi? Xo'p, startni bosinglar. Diagramni o'zida buni kodi bor edi. Bu hozir prosta echo funksiyani o'zi. Siz nimadir yozsangiz, o'shani sizga qaytarib beradigan. Echo funksiyani o'zi. Xo'p, mana o'sha keyingisidan ikkinchi stepingdan o'sha boshlangan. Ya'ni bazaga qo'shish. Xo'p, import logging, diagram, o'sha dispatcher execute types, SQL 3 o'zini обязательно tepada import qilib qo'yishingiz kerak. Xo'p, from config import, ya'ni men configda hozir meni tokenim turibdi. O'shani o'zini import qilib qo'yganman. Xo'p, birinchi o'rinda qarang, men buni bilarmisiz nimaligini, tegligini ma'nosini, masalan, agar masalan menda tg SQLite degan faylimning nomi bu. Faylim nomi men o'tgan nima deb yozishimdan qat'iy nazar uni u mainga almashtirib qo'yadi. Nima deb yozsangiz ham uni main qilib qo'yaveradi. Xo'p, birinchi boshlanishi komandalarimiz bor. Buni nima deb ishlatgandik? Command degan so'zni nima deb yozgandik? Command degan so'zni biz anaqada. Yo'q, vazifa yana nimada ishlatgan? Masalan, close degan open'da rasm ochgandik. Close'da yopish. Ya'ni hozir command deganda birinchi ham ishlatganmiz kalkulyatorda. Ya'ni bu button degan biz knopkamizni unga komanda qilib beruvchi. O'sha knopkani bosgan payt, ya'ni bizga so'z chiqardi. Ya'ni o'sha komanda bu. Bizda hozircha start bilan help degan komandasi bor. Bunda sizda yana har xil komandalar bo'lishi mumkin. Ya'ni nima? Reklama jo'natadigan. To'g'rimi? Hamma botlar reklama jo'natadi. U bo'lishi mumkin yoki o'chiradigani bo'lishi mumkin. Masalan, bitta odam startni bosib, masalan, kimdir sizdan test qilib ko'radi-da, shunaqa odamlar ham bor. Prosta o'yinga bosadi. O'yin qilib kirib chiqib ko'radi. O'sha paytda sizning botingizga nagruzka tushadi. O'sha paytda o'chirishingiz ham mumkin. Botda yana komandalar bo'ladi sizda. Xo'p, birinchi bo'lib nima yozgan bu? Asinxronniy degan nima bo'ladi? Asinxronniy degani masalan bittada 10 ta odam kirib, masalan 100 ta odam kirib startni bossa ham o'sha bot hammada ishlaydi. Oldin bu bo'lmagan paytda nima bo'lgan? Masalan siz kirib startni bosib, qachonki siz zakazni hammasini qilib bo'lganingizdan keyin o'sha menga o'tardi. Ya'ni galma-galdan ishlaydi. Hozir bu asinxronniy bo'lgandagi hammada bir xil ishlayveradi. Hamma start bo'lib ishlaveradi. Xo'p, birinchisi con degan eng o'zgaruvchida. Bundan oldin yozganlarimiz ham xuddi shu, to'g'rimi? Endi o'sha narsani biz botimizdan ichiga qo'yamiz. Ya'ni SQL 3 connect qildi, baza degan bitta yangi data bazamiz. Xo'p, con degan ichidan kursor deganni chaqiramiz. Bu nimaga? Mana shu ikkalasini o'zini ishlatib ko'ruvdi, ya'ni klassda, to'g'rimi? Init qilib. Bizga prosta bazani o'zini ochib beradi. 0 key bo'lib turadi.
Xo'p, keyin execute qilyapti, ya'ni create table if not exist. Shart berish обязательно kerak bo'ldi. Именно bu yerda hozir startni bosgan paytda o'sha odamga xatolik berib qoladi. Bunaqa baza yaratilgan deb. Unda u odamni ishlamaydi, sizda hamda xatolik chiqib turaveradi. Xo'p, keyingisi nima qilingan? Prosta hop bazani o'zini yaratyapmiz. Xo'p, user ID, ya'ni user ID ni olgandik, to'g'rimi? Ya'ni print qilib ko'rgandik shuni o'zini. Print message deb yozsangiz sizga hammasini chiqarib beradi. Ichidan message chat ID sini olamiz. Bu o'sha user, masalan, Telegramdagi odammi, tepadagi ID bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni kim bilan gaplashayotgani, qaysi chat bilan gaplashyapti bular. Xo'p, yozilyapti. Xo'p, bu Xo'p, execute, ya'ni insert into shuni, ya'ni startni o'zida qo'shib ketishimiz kerak o'sha odamning o'zini. Insert into user degan bu tablitsami nomi. Value dema qiymati bizda noma'lum bo'lib turadi, ya'ni so'roq. O'tga nimani qo'yadi o'sha so'roq o'ziga, ya'ni user ID ni o'zida. Menda hozir bittadan ID integer o'zi turibdi, ya'ni son bo'lib keladi bizga. O'sha odamning chat ID isi. Sizda bu yerda yana bo'lishi mumkin nima? User name, first name, ya'ni nimadirlar. Masalan, zakaz nomi bo'lishi mumkin. Ularni lekin keyin olib ketadi. To'g'rimi? Zakazda shuni kirib startni bosgan zakaz qilib olmaydi, to'g'rimi? Ularni keyin olib ketadi. Hozir birinchi o'rinda mana buni o'zini qo'shishimiz kerak. Qachonki, qarang, mana bu vazifa bajarib bo'lgandan keyingina bizga assalomu alaykum degan so'z chiqadi. Qachonki baza yaratilinib, o'sha odam bazaga qo'shilgandan keyin o'sha odamga hamda so'z chiqadi. Xo'p, await message replay bor mana bu yerda. Replay bor, keyin answer bor. Ko'ryapsizmi? Masalan, ikkalasini yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, xatolik bermaydi, lekin ikkasining farqi bor. Replayda siz bitta odamga masalan ustiga bosib unga jo'natasiz va atvet qilasiz. Ya'ni o'sha replay bo'ladi, to'g'rimi? Sizga bu atvetni qilib keladi. Agar answer deb yozsangiz, tepadagi javobi sizga ko'rinmaydi uni. Xo'p, birinchisida hozir ishlatdik. Startni bosganimda bizga qarang, bu bo'lgan ekan-ku. Boshqa to'kan olaylik. Xo'p, mana shu botni prosta startni bosganimda menga assalomu alaykum degan so'z chiqib keldi menga. Endi qarang, tepasida start degan yozuv paydo bo'lib qoldi menda, ko'ryapsizmi? Ya'ni bu replay qilyapti menga. Ya'ni shu startni bosganimda menga replay qilyapti. Endi shuni o'rniga answer deb yozsam. Xo'p, har bitta o'zgartirishdan keyin buni to'xtatib boshini ishlatishingiz kerak. Qarang, yana startni bosdim. Endi menga replay qilib jo'natmayapti. Ko'rdingizmi? Ikkalasining farqini. Agar tepadan chiqib qolgan bo'lsa, ya'ni sizda replay turgan bo'ladi. Agar startni bosganing prosta yozuv chiqyapti, ya'ni bu answer qilingan o'sha. Ikkalasining farqi shunda. Lekin xatolik bermaydi. Xo'p, bizga salom qaytardi, lekin salom qaytarishdan oldin biza nima degan shartlarni berib qo'ydik? Ya'ni baza yaratib, o'sha odamni qo'shib ketsin degandik, to'g'rimi? Endi shuni o'zimiz ochib qaraymiz. Открыть базу данных, рабочий stolda. Ko'rdingizmi, o'sha bazani o'zi yaratdi. Ya'ni bu startni bosgan o'sha odam o'zi yaratib ketyapti uni. Siz ham kirib olib startni bosib ko'ring. Xo'p, men buni o'zini tashlayman. Otini. Python 10.05 midi? Kirib startni bosib ko'ring. Bosdingizmi? Qarang, bosgan bo'lsangiz qarang, menga o'sha yana ikkita odam qo'shildi. Endi hozir yana startni bosing.
har startda bosganingizda o'sha anaqani ID'larni yana qo'shib tashyapti bu. To'g'rimi? Bitta odam endi o'yin qilib startda bosish sizni mana ba'zida to'ldirib tashlaydi. Endi biz qanaqa shart berishimiz kerakki, что mana shu odam bir marta qo'shilsin. Men hozir yana start olsam, yana qo'shib tashlaydi undaq ID'larni. Endi shu odam agar bo'lsa, qo'shmasin degan shartni berishimiz kerak. Shu odam agar undan oldin startda bosgan bo'lsa bo'ldi. Bizga уже mana bu qo'shish kerak emas. Odam bizga bir marta qo'shilish kerak. Nima degan shart berishi mumkin asosiy? Yo'q, not exist fakt mana bu yerda yozilgan. Ya'ni bu ba'zi yaratilgan bo'lsa, yaratilmasin degan. Nimada? Yo'q, bu yerda sal boshqa o'ylashingiz kerak. Endi o'ylang, sizga zadacha berildi. Xuddi shu joyga keldingiz, masalan, o'sha odamni qo'shmaslik kerak mana bu yerda bo'lsa, qarang, siz 2 marta bosdingiz, 2 marta qo'shib tashyapti. Masalan, sizda anaqangiz, ba'zingiz masalan 100 megabaytgacha bo'lsa, o'sha odamni o'zi to'ldirib tashlaysiz startda bosib. Ya'ni biz shart berishimiz kerakki, agar shu odam bo'lsa, ya'ni qo'shmasin degan. Hozir prosta boshda qo'shyapmiz, qarang, bu kodlarni faqat shunda o'zini yozish bu hozir. Keyin buni funksiyaga qo'yib olsangiz, kodi bundan ham kamroq bo'ladi. Lekin yana bitta boshqa faylda funksiyani yozishingiz kerak bo'ladi. Funksiyani yoziladigan kodi alohida, chaqiradigan joyi alohida bo'ladi, to'g'rimi? Javob pay deb yozdik. Bunda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Bu birinchi prosta odamni o'zini qo'shib yaratib olish. Ya'ni ID'larni o'zini oldik. Xo'p, keyingisida endi xuddi shu joyimizni tekshirishimiz kerak. Agar o'sha odam bo'lsa, o'sha odam boshida startda bosib qo'ygan bo'lsa bo'ldi, o'sha qo'shish kerak emas. Endi boshqa shart berishimiz kerak. Bu yerda ham xuddi shu create table if not exist yozilgan. Endi bizda boshqa shart ham yozilyapti. Biz ham bu data deganni nimaga olardik? Sababi. Aha, bittalab qarang, hozir hammamiz startda birdaniga bossak ham, bu bitta 10 ta odam tekshirib tashamaydi. Har bitta startda bosgan odamni, ya'ni fetch on bittalab tekshiradi. Bormi, yo'qmi deb. Xo'p, aytganimizda, agar datani ichi pustoy bo'lsa, hech narsasi yo'qsiz kelsa, masalan, qanaqa bo'ladi? Yo'qsiz bo'lgan deganda, mana bu yerda agar bo'lsa, bizga nima degan yozuv chiqadi? Siz ro'yxatdan o'tgansiz degan chiqadi. Agar bo'lsa, siz ro'yxatdan o'tgansiz deydi. Agarda siz o'sha yerda bo'lmasangiz, masalan, ba'zida yo'qsiz, siz yo'q bo'lsangiz, sizga assalomu alaykum degan so'z o'zini chiqazadi. Bu start degan funksiyani o'zi bu hozir. Bitta start o'zi shuncha narsa yozilyapti hozir. Xo'p, uni ishlatish uchun birinchi bazani o'chirishimiz kerak. O'sha pustoy bo'lish uchun. O'chirib boshdan ishlatdim. Xo'p, o'tib endi startni bosaman. Menga assalomu alaykum so'z chiqdi. Endi ikkinchi marta startni bossamchi? Bizga boyagi shartni berib qo'y. Siz ro'yxatdan o'tgansiz deb ko'rdingizmi? Endi ba'zan tekshiraman. Bizga rostdan ham 2 martadan qo'shib yubormadimi deb. Открыть базу данных, рабочий стол. Xo'p, tablitsa bor ekan. Tablitsamizdan ichida bitta dona ID degan, ya'ni ustunimizda bor. Yana kimdir bosuvmidi? Bo'ldi. Endi yana bosing startda. Yana startda bosangiz, sizga o'sha siz ro'yxatdan o'tgansiz degan javobni qaytarib turadi. Chunki sizni o'sha menga qo'shib qo'ydi, bu ko'rdingizmi? Boyigini yechimi yechildi. Endi har startda bosgan odamni million talab qo'shib tashamaydi. Prosta bunga shart berishingiz kerak. Agar bo'lsa, ya'ni qo'shmasin degan shartni berib qo'ysangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetadi bunga. Bo'lmasa sizni ba'zingizni o'sha odam o'zi to'ldirib tashlaydi. Xo'p, keyingisi o'chiradigan funksiya ekanmizda. Endi siz anaqani ham ushlab olishingiz kerak. Nima? Masalan, mana bu ID'li odam qo'shildi, to'g'rimi? ID'li username bor. Sizga o'sha narsani sizga jo'natish kerak.
Adminga jo'natishimiz kerak shu narsalarni. Mana bunaqa odam sizni botingizga kirdi degan. To'g'rimi? Xo'p, botda qolgani xuddi shu creatable integer. Xo'p, mana bu yerda tekshiradigan joy agar bo'lsa qo'shmasin degan sharti tegda turibdi. Endi biza yana yangi narsa qo'shyapmiz. Ya'ni mana bu yerda commands degan joy bor, start help degan. Ya'ni yangi funksiya qo'shyapmiz. Ya'ni siz kerak emas odam siz bilan aqotilmay ba'zan to'ldiryapti. Endi komandani biz delete qilamiz. Botga xohlagan narsa yozishingiz mumkin. Xohlagan narsangizdan. Xo'p, delete qilamiz. Message type yana ba'zi ochildi. Ya'ni o'sha chat ID'si bo'yicha o'chiryapmiz. Ya'ni mana bu ID'si bo'yicha o'chiryapmiz biz. Mana bu bizda birinchi, ikkinchi degan ID yo'q. Faqat chat ID'si bo'yicha o'chiryapmiz. Agar shu odam o'zini o'zi o'chira oladi. Xo'p, delete qilsin, ya'ni from user degan tabletsamdan. Bizning tabletsamizdan olti user bo'lib turibdi mana. Xo'p, where ya'ni qayerdan ID'si bo'yicha o'chirish del deganda o'shani message chat ID'si turibdi. Ya'ni mana bu soni 76 shunisi. Qachonki endi mana shu delete degan komandani bersam, meni o'chirib tashlaydi bu. To'xtatib yana boshida aytib ko'ramiz. Komandalar har doim boshida slash bilan yoziladi. Xo'p, startni bosdim, ba'zan o'chirmadi-ku. Qarang, komanda berishi, qarang, start degan mana bu komanda bo'ldi. Qarang, oldiga olib borsam qo'l bo'lyapti. Agar hozir start deb yozsam bu ishlaydimi bu? Ishlamaydi. U uchun komandaligini men unga bilintirishim kerak. Xo'p, delete deganni yozaman. Siz ro'yxatdan o'chirildingiz degan yozuv chiqdi menda. Endi qarang, rostdan ham o'chib ketdimmi? Ko'rdingmi, yuvib ketdim. Keyin menga xabar ham kelyapti. Siz ro'yxatdan o'chirildingiz deb. Bu ko'pincha kimga kerak bo'ladi bu funksiyalar? Mana shu komandalar ko'proq adminga kerak bo'ladi. Masalan, foydalanuvchi o'zini o'zi o'chirib boshidan kirib chiqsa, u g'alati bo'ladi, to'g'rimi? Yana startni bosyapman. Yana salom beradi, yana bitta bossam, siz ro'yxatdan o'tgansiz bo'lyapti. Endi delete o'zini yana bosaman. Siz ro'yxatdan o'chirildingiz. To'g'rimi? Shuni o'zingiz ham yozib ko'ring. Delete o'zini yozing. Komandani. Yo'q, prosta delete degan komandani o'zini bering. Men ba'zan sizlarni o'chirib yuborish kerak. Imini bu Telegram botga o'tingda. Nima bo'ldi? Siz delete bosasiz mana bir aka. Bo'ldi, o'chirib tashladi sizni, ko'rdingizmi mana? Yo'q. To'g'ri yozibmi komanda? Qarang, o'sha ko'rsangiz bo'ladi, o'sha hech kim qolmadi ba'zida. Bo'ldi, pusto bo'ldi. Hamma o'chib ketdi, delete bo'ldi. Endi bizda yana keyingi komandamizda bor. Nima degan? Ya'ni har bitta odamga reklama jo'natishingiz kerak. Xo'p, bu ro'yxatdan o'tgan reklama tegdi ekan bu. Bu hozir adminga ulash endi keyingisi. Ya'ni adminga qanaqa bo'ladi? Ya'ni send qilib jo'natadi. Ya'ni bot send message bo'ladi. Endi botni o'zi sizga xabar jo'natadi. Biza replay keyboard markup deb yozardik, to'g'rimi? Mana jo'natishda. Endi bot bizga jo'natish kerak. Undan oldin birinchi o'rinda bitta admin degan o'zgaruvchiga mana bu o'zingizdan anaqangizni berib qo'yishingiz kerak. Masalan, boshida startni bosib olasiz o'zingiz. Startni bosganingizda sizni mana bu qo'shib qo'yadi o'zi. Mana bu sizni chat ID'ingiz bo'ladi. Mana shu chat ID'ni botga ko'rsatib qo'yasiz. Mana shu o'zgaruvchining ichiga. Ya'ni siz главный adminsiz botda. Botga ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Xo'p, bu bo'lgan bo'lsa, mana if not exist boyga shart berilgan, ya'ni qo'shilgan bo'lsa, agar o'sha odam bor bo'lsa, ya'ni qo'shmasin degan.
Bu yerda yana yangi narsa kelyapti. Await message bu o'sha jo'natadi. Qayerda? Ya, ba'zi yopilyapti-yu. O'sha odam qo'shildi, keyin bo'ldi, o'zini yopib qo'yapti. Close yo'q, bu yerda commit. Xo'p, hozir o'tgan ikkinchisi qani buni? Ya'ni kommentariya. Undan oldin ham yozdik-ku, nimadir deb yozib qo'ydik. Qaysi komanda dedi? Botga ba'zan ulayotganimizda. Ya просто kommentariya. Qarang, keyingisi message reply qilardi yo answer bo'lardi, to'g'rimi? Endi sizga bot jo'natish kerak. Await bot send message deymiz. Ya'ni men admin qayerdan keldi bu? Bizni tepada ko'rsatib qo'ydik admin kimligini. Mana shu ID ga bu jo'natadi. Siz o'zingizga. Xo'p, ro'yxatga qo'shildi username. Ya'ni message from .username. Buni qayerdan oldi bu? Mahmudni o'ziga yozdim. Nima deysiz? Ha. Xo'p, prosta startda bosing lozim. Mana qayerdan oldi? Ya'ni message bo'lsa, ya'ni bu text bu. O'sha startda bosgan payt sizga xuddi shuncha informatsiya keladi. Ya'ni username IT Lab support ekan. Birinchi bo'lib yozib olishingiz kerak message o'zini. Message nuqta keyin from user deb yozishingiz kerak. Ya'ni mana shu userdan nimasini olmoqchisiz? First name bor ekan, username, language code, ya'ni mana ID'si bor. Mana ko'ryapsiz, chat ID'sini olamiz biz. O'sha odammi? Chat ID bilan mana ID degan narsasi bir xil bo'ladi. Prosta bu yerda chat ID, bu yerda ID ni o'zi. Ikkalasi bir xil narsa. Bo'ladi unaqasi. Ikkalasi bir xil narsa. Xo'p, buni o'chirib turaylik. Xo'p, ya'ni bot segment, ya'ni xabarni jo'natsin kimga? Adminga jo'natsin. Ro'yxatga qo'shildi username message from username, ya'ni username'ni qo'yadi. ID ise message from user ID. Mana xuddi shunaqa yozilgan. Boyagi chat ID, to'g'rimi? Bo'ldi, qolgani xuddi shunday ishlayveradi. To'xtatib boshlashamiz. Ya'ni startda bosdim. O'chiraylik ba'zan. Xo'sh, ba'zan o'chirib startda bosdim. Undan oldin start bosib qo'ymadingiz. Qarang, mana o'sha menga botni o'zi anaqani message jo'natadi, ya'ni xabarni. Ro'yxatga qo'shildi. Username shunaqa ekan. Hozir siz ustiga bir marta bosib sizga o'tib ketadi hozir ichkazga. Siz bosingiz sizga ham menga olib keladi. Xatga. Yo, bu faqat men adminligim uchun menga kelyapti bu. Yo'q, mana sizlarga kelmayapti, to'g'rimi? Nimani? Ha. Hozir adminni o'rniga sizni anaqangizni berib qo'ysam, mana admin degan joyga sizni ID'ingizni bersam, SMS sizga kelish boshlaydi. Bo'ldi, o'sha keyin qolganchalik bosilsa, bo'ldi, anaqasi kelaveradi, nima deydi? Siz ro'yxatdan o'tgansiz deb. Bir marta qo'shilganda yoki o'chirilgan paytda sizga SMS kelish kerak. Mana bu odam keldi yo chiqib ketdi degan. Siz ularni o'sha kontrol qilib turasiz-da. Ro'yxatga qo'shildi. Mana username, mana ko'rasiz, ro'yxatdan o'chirildi. Ko'rasiz, ro'yxatdan o'chirilganingizni ham ko'rsatyapti. Даже anaqangizni nima deydi? Qo'shilganingizni. Xo'p, unga ham bitta shart berib qo'yasiz, обязательно. Ya'ni ro'yxat delete oxiriga kimdir ro'yxatdan o'chirildi, to'g'rimi? O'zini o'chirdi. Await bo'lsin message ro'yxatdan o'chirildi, username, keyin ID isi. Sizda bu yerda nima kelishi mumkin, masalan, Telegramni o'zidan. Nimadir zakaz qildi sizga. Zakaz qildi.
Username'ini oldingiz, boshida startda bosgan paytda, lekin hali qolgan informatsiyani olmay turadi. U yog'iga просто 0 degan qiymatimiz bor, keyinchalik to'ldirib ketadi u. Zakaz qildi, sonini kirgizdi sizga nechtaligini. Keyin siz o'sha odamdan nimasini so'raysiz? Nomerni so'raysiz. Nomerni jo'natadi. Nomerdan keyin, ya'ni qaysi manzilga olib borish kerak. Lokatsiyasini tashlagan paytda hamma informatsiya sizga birdaniga keladi. Yo'q, o'sha odam jo'natish kerak o'sha narsani. Bu bo'lsa kerak, lekin men bilmadim buni. Uni bo'ladi. Qachonki jo'natganda-da shu joyi bor. Ne shuni san qo'yishadi deyman. So'ramasdan shunday qo'yib qo'ydi. Unda g'alati bo'lib qoladi-ku. Hamma bir-bir nomerni bilsa. Agar siz bot qilishni bilasizda, masalan, bitta kimnidir, o'rtog'ingizmi kimnidirini nomerni birdaniga olib qo'yasiz, o'zidan o'zi. G'alati bo'ladi-ku. Masalan, aytasizda anaqani. Ha, kontaktni jo'natgan payti siz o'sha odam to'g'ri danini olib olasiz. Masalan, kimdir hayron bo'ladiki, qanaqa bo'lding deydi. Ha, faqat adminga keladi. Nimaga men kelayotgan sabab faqat men adminligim uchun. Xo'sh, ba'zamizda qani? Рабочий стол. Xo'p. Keyingisi endi masalan, meni bitta 3 sentr botim bor-da. Masalan, qaysi kuni ochiq dars bo'lish kerak. Men har bitta odamga yozib chiqamanmi? Keringlar men bu kuni deb. Bitta yozsam, ya'ni hammaga jo'natish kerak. O'sha o'ylaysiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha sikl berish kerak ekan. Har bitta IDni alohida olib turib, har bitta ID bo'yicha jo'natishimiz kerak ekan deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Endi shu aytilgan gapni faqat kodda yozish kerak shu. Xo'p, adminga обязательно olib qo'ying. Yo'q, men adminga olmayman desangiz, men bu adminni o'rniga o'zingizni IDingizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Просто ko'rinsin deyapman-da. Xo'p, keyingisi nima? Mana bu yerda nima bo'lishini bildingiz-a? Ya'ni o'sha odam oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa bo'ldi, qo'shmaydi. Ya'ni insert into ichkariga qo'shib ketyapti IDsi bo'yicha. Keyin masalan salom, bir marta salom beradi, to'g'rimi? Nimaga men ro'yxatdan o'tgansizdan keyin men await bot send message yozib qo'ymadim? Nimaga men bu salom bergandan keyin yozdim men buni? Nima deysiz? Xo'p, chunki shu bazada bo'lgan odamni bizga kelishi shart emas-da, o'sha odam informatsiyasi. Bir marta startni bosib kirganda biz o'sha odam kirganini bilsak bo'ldi xonaga. Keyingisi bizda nima? Endi delete deganini yozdik, to'g'rimi? Komandani. Endi bizga keyingi komanda kerak ekan, reklama degan. Ya'ni shu hozirgi aytganim har bitta odamga yozib chiqmasligim uchun bittada masalan 500 dan 500 odamga hammaga bitta reklama jo'nata olaman. Xo'p, ya'ni baza yaratilganda select qilman, yulduzcha nima edi? Hammasi from qayerda, ya'ni user degan men tabletsamdan. Datada fetch all deb yozaman. Undan oldingizda fetch one edi, ya'ni startda bosgan paytda bittalab kirish uchun. Endi bizga hamma pользователlar kerak, ya'ni foydalanuvchilar. Hammaga jo'natishimiz kerak. For deyman, bu dat degan bu bitta yangi o'zgaruvchi. Yangi o'zgaruvchining ichiga so'raman datani o'zini. Sikl qo'yganingizdan keyin o'sha narsa sizdan nimada bizga tuple ko'rinishda keladi, to'g'rimi? Tuple ichidan olib chiqib olib, biz ularga alohida jo'natishimiz kerak. Xo'p, user ID ga tenglab qo'yaman datani 0-sini o'zini. Nimaga? Chunki u har aylangan paytda faqat 0-odamga jo'natib ketaveradi. Sikl aylanyapti. Birinchi bunga jo'natdi, birinchi 0-odamga. Keyingisi ikkinchi marta sikl aylangan payt kimga jo'natadi? O'sha boshqa odam 0-bo'lib turadi. To'g'rimi? Masalan, xuddi anaqa summaga 1 qo'shib ketardik, to'g'rimi? Summa bizda 0 bo'lib turardi. Aylanib qo'shib ketaverardi.
Xo'p, endi nima deyapti? Chat ID, user ID deyapti. Chat ID'miz qani o'zani? Xo'p, chat ID, user ID ga jo'natsin. Men bu uyga borganda ko'proq yozib o'qiymiz degan so'zni jo'natishim kerak. Masalan, buni emas, boshqa narsa yozsangiz, masalan, Python darsi degan so'zni jo'natmoqchisiz. Bo'ldi, shuni yozdim. To'xtatib startni bosib qo'yinglar. Xo'p, keyin birinchi o'rinda, masalan, siz adminmisiz, o'sha yerda startni bosib qo'yishingiz kerak. Chunki bot sizni adminligingizni bilish kerak. Xo'p, bosgan bo'lsa, endi reklama degan qani yozaman. Ya'ni komandani. Keldimi ismimiz? Bu bittada men hamma foydalanuvchilarga men bittada reklama jo'nata olaman. Lekin bitta no tomoni bor buni. Masalan, hozir odam kamchilik bo'lsa bu narsa bilinmaydi. Agar sizda masalan million yo nechalar mingta bo'lib ketadi-yu, mingta bo'lib ketganda sizda mana shunaqa qilib bittada bir vaqtda o'zida hammaga jo'natib yuborsangiz informatsiyani sizni Telegram blok qilib qo'yadi. Chunki sizda robot deb o'ylaydi-da, ya'ni bu robot bitta jo'natyapti. O'shanga bizda vaqtdan aniq bo'ladi, ya'ni sikllar orasida, ya'ni 1 sekundcha vaqt qo'yilishi kerak. Ya'ni har 1 sekundda jo'natish kerak. Agar bittada jo'natib yuborsangiz blok bo'ladi. Agar har 1 sekundda jo'natish kerak informatsiyani o'sha odamga. O'tda o'zini time bilan sleep degan narsasi bor. Ya'ni time deganda har 1 sekundda jo'natsin degan. Sleep'si har 1 sekundda programma o'chadi. O'chib yana yonadi, ana shunaqa bo'ladi. Xo'p, bitta yangi fayl ochaman, qarang. Buni nima deymiz? db-baza.py deganni ochdim. Shuni o'zini funksiyada ham yozaylik, funksiyada. Bu yoqqa chaqiramiz endi. Xo'p, endi mana buni o'zini o'chib tashlaymiz ham, kerak emas bizga. Masalan, hozir ko'rishingiz mumkin, masalan, sizda knopkalaringiz yasaladi-ku, to'g'rimi? Masalan, qanday knopka bo'lsa, masalan, 1,5 ming qator kod bo'ldi sizda. Endi uni ichiga ba'zani ulayman desiz, ujur sizda 2,5 mingta vobshe ko'payib ketadi. Keyin chalkashlik bo'lishi boshlaydi sizda. Shuni oldin olib qo'yish uchun uni o'zini ana qilib qo'yishimiz kerak. Nima deydi? Ixchamroq qilib klassga yo funksiyaga qilib yozsak bo'ladi. Ya'ni from bizda db baza import qilamiz. Yulduzcha qilib qo'yaman nimaga? Chunki menda ko'p funksiya bo'lishi mumkin u yerda. Har bitta funksiyaning nomini chaqirib o'tirmayman-ku. Xo'p, botga nima deb yozamiz? Import SQLite 3. Xo'p, birinchi funksiyani o'zini boshlaydi. Ya'ni def dedim. Masalan, baza ochish degan ma'no anaqa. Nima deydik? Funksiyamiz nomi. Xo'sh, nima deyman? Qanaqa qilib ochardik? Birinchi. Qaysi funksiyani? Ya, bunaqa bo'lmaydi. U buni miyadan yozish kerak, esdan qolish uchun. Ya'ni con degan o'zgaruvchi olardik. SQLite 3 nuqta nima edi? Точно. Xo'sh, endi bizga bazaga nom berish kerak edi. Bu ham baza deb bo'lib tursa. Xo'p, mana endi nima qilamiz? Kursor bor edi bizda, ya'ni s con nuqta kursor degan ichidan funksiyasini chaqiryapman. Bizga prosta hozir bazani o'zini yaratish kerak. s.execute nima deyman? Qaysi komanda edi bizda birinchi baza yaratadigan? Tablitsa yaratyapmiz. Create table, aha.
exist. If not exist, ba'zan nomini user deb qo'yishdi, buni ham user 1 bo'lsa. Mana endi nima qilishim kerak hozir? Tablitsa yaratishimiz kerak. Hozir prosta bizga nimasini olishimiz kerak? Masalan, host nega ochiladi? Bunaqasi yopish kerak edi-ku. Xo'p, bizga masalan o'sha odamni masalan username bilan ID emas, hozir ID sini oldik. Nima edi? Bizga ism bilan familiyasini olaylik, ya'ni o'sha last name bilan username kerak. Xo'p, bunga ism deyman, prosta varchar qilib turamiz. Ya'ni nechtagacha? Nechtagacha bo'ladi? 15 ta. No, примерно-da. Keyin familiyasi, buni ham varchar qilaman. 20 ta bo'lib tursin bu. Bir xil uzun qo'yib yuboradi-yu, ana nimadirlarni yozib, tekst. Mana endi nima yozishimiz kerak? Xo'p, to'g'ri, buni yopib prosta bazani o'zini yarataylik hozir. Xo'p, nima deyman? Bo'ldimi? Endi baza ochish deganni o'zini olib turib, biz ham qo'yib yuboramiz shuni. Endi qarang qanaqa ixcham bo'lyapti bu. Boya bir tali kod bor edi bitta. Bo'ldi, birinchisini o'ziga yozamiz bu. Config escalate, bo'ldi. To'xtatib, bizani bazamizni o'sha boshqa yaratdik-ku, user 1 degan. Xo'p, ishladi, startni bosdim. Javob qaytdi. Endi anaqani o'zini ko'rishimiz kerak. Ikki marta bosibman. O'shanga o'zini programmasi bor-da, shuni o'zini ochadigan. Shunaqa fayllar. Hop, рабочий stol. Bizda yaratilmabdi. Bizaniki nima edi? Bizaniki ham baza edi, menimcha, to'g'rimi? Hozir otini almashtiraylik bo'lmasa. Xo'sh, ishlatdik. Endi startchani bosish kerak. Mana baza 1 degani paydo bo'ldi, ko'rdingizmi? Ichiga bosdim, ism, familiya degan narsa paydo bo'libdi bizda. Ya'ni o'sha funksiyada yozsangiz o'zingizga udobniyda bu. Chalkashib ketmaysiz. Mana bunaqa ko'p kod yozilsa qidirib qolasiz, qayerda nima yozilganini bilmay. Mana endi keyingi anaqa qilishimiz kerak. Nima kerak bizga? Endi ma'lumot qo'shishimiz kerak. Def, masalan, ma'lumot qo'sh deganni yozamiz. Xo'p, yozgandan keyin bizda nima oladi? Undan oldin chat ID bilan nimadir biz oldik, to'g'rimi? Endi ism bilan familiyani parametrga kirgizib ketaman, chunki biz uni foydalanuvchidan olishimiz kerak. Ism bilan familiya. Xo'p, nima deymiz? Xuddi shu narsa SQLite 3 connect baza 1 nuqta mana endi nima yozishimiz kerak? S nuqta execute bo'ladimi yo execute many bo'ladimi hozir? Точно. Xo'p, ikkita informatsiya qo'yib execute many qilib yozdim. Endi nima deb yozishimiz kerak? Ya'ni ichiga qo'shsin. Insert into ichiga qo'shsin. Keyin user 1 ga qo'shsin.
qiymat Bar. value deymiz. Ya'ni biza so'roqcha qo'yadi, to'g'rimi? Endi biza bu yerga определенный ko'rsatib qo'yishimiz kerak, qaysi biriga qo'shish kerakligini. Ya'ni f stringga o'xshab yozamiz ichida. Xo'p. Bu yerda ism bo'ladi birinchisida. Keyingisida nima? Keyingisida familiya bo'ladi. Bu prosta hozir nima bo'lyapti? Parametr ko'p turibdi bu. Xo'p, insert into mumkin bu. Ana string. Xo'sh, mana ichiga qo'ysak-chi. Hozir bu shuni ko'rmayapti hozir. Virgül emas. Bu string ichida bo'ladi. String ichiga string beriladi. Men string berilmaydi. Xo'p, shunga qo'shish kerak. Endi yopishimiz kerak buni. con.commit. Xo'p, qarang, bu yozildi. Mana bu funksiya nomini olaman Mamitga. Ya'ni tepaga, undan keyingisiga. Startda bosgan payt biz informatsiya olishimiz kerak. Qarang, bizda parametr bor Mamitda, to'g'rimi? Ism bilan familiya degan. Lekin argument yo'q hali. Argumentni o'zini qanaqa olib ketamiz hozir? Xo'p, ism deyman birinchisiga, bitta yangi o'zgaruvchida nima degan? Message nuqta from user, ya'ni shu userdan olsin. Nimasini? User deyman olib tursa. Xo'p, ism tayyor. Endi familiyaga ham bitta anaqa berib ketishim kerak, qiymat berishimiz kerak. Ism familiyasiga from message from user first name yo last name deb yozsangiz bo'ladi. Xo'p, shuni endi ism bilan familiyani o'zini bunga anaqa berib qo'yaman, argument qilib. Xo'sh, agar portlab ketmasa ishlash kerak bu. Nimada? Yo, insert into. Qarang, mana tablitga qo'shishimiz kerak-da. Qiymati ism bilan familiya bo'lishi kerak. Qay so'roq xatolik bo'ldi. Xo'sh, insert into user 1 ga qo'shsan, qiymati ism bilan familiya bo'lishi kerak-da bu. Qiymati ism, buniki fam.
Xo'p, agar f stringda o'xshamasa, bizda yana boshchasi bor edi. Nima degan format deb yozib ko'ramiz. Xo'p, format qilsa nimani? Birinchisiga ism kerak edi bizga. Keyingisiga familiyani qo'ysin. Mahmudga 0 bilan 1 qilib yozsak bo'ladi. Xo'p, execute many bo'lgani uchun qo'shmayapti bu. Escalate. Xo'p, informatsiyani chiqarib beryapti bizga. O'sha nimaga yozardik? Mana 0 bilan 1 ni. Ketma-ketligi bo'yicha qo'shardi. Xo'p, endi ko'ramiz. Xo'p, user 1 has ikkita column deyapti. Nima qilib yozsa bo'ladi shuni hozir? Informatsiyani qo'shishni. Userdan keyin qavs ochib o'zgartirib, iOSga so'roq berib qo'yib, keyin stringdan tashqariga ism Shunaqa so'radi asma. Ism bilan familiyada Tamam, verib ketgan. Execute expand argument got 3 ta. Ya bizda tablitsa 2 ta yo'q. Xo'sh. Insert into qaysi birini? Baribir so'rovdek ko'radi-da buni. Yo'q, javob yo'q. Ya argument kirgizsak ham kirgizilmadi deb ko'rsatyapti-da bu.
Hozir bu qo'shish kerak edi bu. Shu anaqada qo'shish kerak edi. Ism bittalar o'zini ochma. Xo'p, ba'zan o'chirib turaylik ungacha. Xo'p, o'chirib turaylik buni. Xo'p, ishladi. Start. Уже birinchisidan xato berardim. Virgul. Xo'p, bizda bittasi paydo bo'ldi. Ko'raylik buni. Ism bor, endi qo'shish kerak. Xo'p, bitta bizda parametr. Yo'q, bari shu yerda xato beryapti. Ba'zan ko'rib, ism o'zini qo'shib qo'yibdi bu. Buni bu o'zgaruvchi qilib ko'rmayapti-da hozir. Qo'shyapti, lekin o'zgaruvchi qilib emas. Bizga bu oqarish kerak-da bu. O'zgaruvchi bo'lish uchun. Xo'p, bunga
boyagi listga o'xshabmi? Hozir execute qilamiz, keyin execute menu, ha? Hop, start. Hop, incorrect number dot hop. 14 bo'lib ketgan ekanda. Hop, bizdan so'rovni hammasini alohida bordi. Boshdan startga bosganimizda ham. Ba'zan oldin, ba'zan birini o'chirib tashlab. Xo'sh, to'xtang, mana shuni to'g'rilaylik bilan. Insert user 1 qo'shildi. Shani bu o'zgaruvchi qilib ko'rmayapti-da buni. F string bilan qilib yozdik. Mana ko'rsizmi? Qizarmadi insert. Ko'z o'xshayotgan, nima qilsam. Men o'zim format bilan yozardim-da, chunki har doim nuqta format qilib yozardim. Keyin o'sha 01 deb yozdim-ku, shunaqa qilib определённый yozardim-da. Masalan, bittasi formatni o'qisa, endi familiyani qo'shib masalan qarang, dars paytida biz o'tgandik-ku, masalan f string bor edi, format bor edi, keyin yana o'sha 01 ligi bor edi. 3 xilni o'tgandik. Bittasi o'xshamasa, ikkinchisini yozib ko'rasiz-da. Stringga olishdan sababi nima bu? Nimaga stringga olib yozaman? Chunki hozir bu str format bo'lib kiradi yo'q-ku. Masalan, anaqani str ichiga biza true degan qiymat ham nima deb yozsak ham hammasi string ichida bo'lib ketadi, to'g'rimi? Masalan, son bilan hammasi aralashib kelib qolsa, xatolik bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, yozdik, start. Boygini execute menu qilganimiz uchun anaqa bu syntaxis error. Xo'p. Mana shu f string yozarkanmiz-da. Xo'p, argument. Again, the house door.
Xo'p, hozir bizda mana o'shanga xatolik beryapti-yu. Qarang, biz undan oldin bittadan tablica yaratdik-ku ismniga. Biz hozir ikkinchi tablicani yaratmagandik-ku. Даже boshdan ba'zan o'sha boshdan qilib yuborish kerak hozir. Bunda hammasini boshdan o'chirib yozish kerak edi. Xo'p, bizga mana bu kerak emas hozircha. Xo'sh, ba'zi ochildi, yana ism bo'lib qoldi-yu. Ba'zi 12 qilib qo'yinglar. Kirib o'chirmaymiz, boshqasini ochib ko'ramiz. Xo'p, ishladi. Nimaga ikkita informatsiyani olmayapti? Ba'zi yaratildi, o'shanaqa chiqdi-yu. So'z. Xo'p, ikkita anaqamiz bor, lekin ikkita informatsiyani qo'shmayapti. Hozir to'shni xato beradi bu. Qanaqa bilan bitta string ichidami? Xo'p, execute qildik. Xo'p, ism familiya bor. Ana. Ism bilan familiyasini oldik. Shu IT Labs nima F stringda yozdik. Yo, qarang, bu ham xuddi shunaqa yozildi-yu, to'g'rimi? Boya ham xuddi shunaqa hozir, lekin xatolik chiqyapti. Menimcha o'zidan bo'lyapti, men o'shandan. Balkim. Chunki hozir qarang, bir xil narsa o'zgartirmayapmiz, ishlatyapmiz, lekin xatolik chiqazib beryapti bizga. Xuddi shu narsani to'xtatib ishlatyapmiz, ishlab ketyapti. Balkim menimcha. Xo'p. Yana qaysi funksiyamiz bor edi bizda? Uyda yozib bergan funksiyalar nima edi? Ko'radigan funksiya bo'lsin. Mana ba'zanda informatsiyalar qo'shilyapti, to'g'rimi? Shularni men CMD dan ko'rishim kerak. Xuddi shu funksiyani yozamiz ham. Hamma pastga ma'murdan qilib yozsangiz bo'ladi. Nimasi? Ha, bo'ldi shu. Xo'p, ma'murni sinib hammasini yozib olaylik keyin.
videodan nima edi mana bu qo'shdi-ku informatsiyani agar qo'shilgan bo'lsa olmasin degan. Endi bitta bot qilamiz o'zimiz. U anaqalik bo'lsin, nima deydi? Data bazasi bo'lsin. Men keyingi darsga ham tushuntirib beraman anaqasini. Masalan, keyin bazani qanday serverga qo'yarsa bo'ladi? Qaysi bazani? Ma'lumotlar. Billa qo'yib yuboramiz uni ham. Baza. Ha, muammo emas u. Постоянно baza yo'q, ishlatadi. Ну, уже платный, да?